ko'ramiz. Ketdi, bu yerda futbol o'ynaladi. Mana kiryapmiz. Yo'qsa bitta laykni bosinglar. Zaxirada o'tirganlar ham pressingga borish kerakligini Iltimos, obuna va layk. Sizlarga boshidan shopa bilan o'ynaymiz. Grat bosamiz. Botamiga bosamiz. Maniga o'zi 22700 bilan o'ynab ko'ramiz. Bosdik, boshlandi. Davay. Yurdi. Men yurdi. Yurdi. Va apa bildi. Hozir do'stlar. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Yo'q. Mana bunaqa. Mat qila olmaydi hozir bu yerda. Qaratib pas berishing kerak edi deb ko'rsatyapti Kazimiroga. Mana bunaqa. Hakam Gabrielning mana bu ajoyib uzatmasini shundoqqina uning yonginasidan turib tomosha qilgan ekan. To'pning trayektoriyasi ham juda chiroyli. Mana bunaqa. Mana bunday oladi. Olaman. Va mana shu yerda olaman. Ancelotti ham o'zi Braziliya futboliga biroz tartib intizomni kiritdi. O'sha xaosni yo'qotib, o'zini pozitiv bir energiyani berishga harakat qilyapti o'zi. Ancelotti zamonamizning hozir mana shu futbolchilarga erkinlik berib muhitni yaxshilash. Botman yo'q. Imkoniyat bor. Braziliyaga ana shu narsa yetishmayotgan edi. Bu hozir xato himoyada ulgurmadi topga. Mana shunaqa aqlli harakat qilamiz. Ya'ni Ancelotti aynan mana shu narsani Braziliyaga olib kirdi. Hali to'g'ri ko'p bo'lmadi uni Braziliyada ishlayotganiga. Hali balki mana shunaqa bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu sezilyapti. Braziliyaning o'yinida baribir. Mana bunday beramiz yana bir shu. Olib Braziliyada qo'yishgan muammolar bo'lardi. Braziliya gol uradi, lekin himoyada baribir ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. O'sha xatolarni kamaytirdi deyishimiz mumkin. Biz buni kechirmasdan. Hozir aynan shu xatolar haqida aytib turganimda haliyam bor bizda xato deb ko'rsatmoqchi bo'ldi-yu, lekin to'p Braziliyada qoldi. Mana bunaqa Ferzga pressing qilamiz. Shoh beradi. Shunday yapamiz yonini. Danilo, Shohdi. Rayn, Va hozir Kunya va Raynga to'pni qaytardi. Kunya tutyapti to'pni va mana pas Kunyadan zarba bo'lmaydi endi kech. olib qochamiz. Va ichkariga uzatma. Filmimizni Ziyon Suzuki o'zi o'rnatadi. va mana qanday qilib bu to'rani Ferzning nafasini berib qo'yishi mumkin. Va shoh. Yoki Itoni chiroyli aldagan edi Rayn. Yana bir shoh beramiz. Mayli. Braziliyada Shunaqa qilmaydi. Braziliya futbolchilari aynan mana shu tarafda. Va mana bunaqa hozir matchga harakat ketdi. Hali to'liq ko'rsata olmadi. Bitta epizodlarda mana shu Raynni ko'rdik, lekin uning Va to'liq namoyish eta olishganicha yo'q. Aslida Braziliya futboli aynan mana shu texnikadan iborat. Hozir esa Yaponiyada endi imkoniyat u yerda. Ayasi o'zi tepdi va Alisson to'pni qo'ldan chiqarib yubordi, lekin o'zi ilib oldi. Aniq zarba Ayasi u yerda tomonidan yo'llandi. Hozircha statistikada ustunlik Braziliya tomonidan 14-5. Zarbalar bo'yicha 6-2. solyapmiz. Va mat qilyapmiz. Do'stlar, shu video shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz like bosib qo'ying. Obuna. Men esa yana bunaqa videolarni chiqarishda davom etaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.